Shopir akalar salon ichidan pashshani yo'qotish yo'lini aytinglar iltimos sizlardan. Ashta ikkita pashsha uchib yuribdi. Na ushlab bo'ladi, na o'ltirib bo'ladi ular. Kommentda javob layfhaklar bor. 120 yuringda birdaniga to'g'riz bering, laboyatga urilib bo'ladi. Gaz zapravkaga kirganda tushib turinglar deb aldab tashlab qochib qo'ydi. Topsalari menga ham aytinglar, ko'z oldimda ikkitasi zino qilyapti. Shu ham bo'ydoq meni azoblayapti. Aka kamardan o'yin uchmasdan jim ketdi. Ay. Gay chiqdi deb qo'rqding. Aka pashalarga 50 grammdan berib adashtirib tashlab keting. Brat ham ish tashlab pashalar olaymi? Brat o'zini tashlab pashalar qaydan ketsa-chi? 3 minut yetadi. Ko'rdinglarmi? 3 minut kulaman men. Sizlar bor yo'g'i 1 minut 20 sekundini ko'rasizlar. Yana majburlab kulmaydi hech nechcha. Tugadi. Endi qotib qoldi internetimda. Bo'ldi.